pasaytirib olasizlar yoki narxni taqib olasizlar. Niftiymi? Qattayam bu endi. Men boyman karochi. Tayyormizmi? Hozirlar ekanchi men o'tkash so'nggi streamim kuni именно men stream qilganimdagi videoni ko'rsataman. Ataglarga so'kinadigan joylari bor. Ayrim bir insonlarning asl basharasini ochamiz. O'zbekiston videolar basharasini ochamiz. Jasur. Ha, eshitdim. Hozir 10 daqiqa turib turinglar. 10 daqiqa. Hop aka. 10 minutmi? Lobby ochib bering, nabildan qilib qo'ying, otishib turamiz. Yo, unaqa payt anaqangi o'qib qo'ymayman-da, menga streaming gapiradigan gapim bor. Ha. Hamma shartli videolarni yoqolsin, tegeli mashinasini, eminda tutash Instagram u platformasiga bo'ladimi, boshqa joyga bo'ladimi? Gapim bilan qo'ysanglar, liboy inson tilini qisib tasizlar. Men nega birinchi o'chirtda nega mana bayrog'imni shunaqa tutash nikim hamda bayrog'im tutash eronligi o'zgardi. Bundan 2 sezon avval imini meni nikim bilan itakda meni bayrog'imni o'tash eronli o'zini shaxsiy bo'lgan o'tash profiliga meni gapim bilan bir tiyin pul olmasdan o'zgartirgan. 2 kun yoki 3 kun meni nikim, meni bayrog'im bilan o'ynagan. Ya'ni o'tash hammamiz tanigan Flash. Bu narsa rasmini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Hamma narsani men Telegram kanalimga tashlaganman-da, mujiki. Mana. U короче shu yerda meni nikim, birinchi o'chirtda meni nikim va meni bayrog'im. Lekin mana bu akkaunt meniki emas. Bu akkaunt meniki emas, utashi hammamiz tanigan, mana ko'rishinglar mumkin, utashi reytingda, ya'ni utashi Ultimate Royal'da bir og'iz gapim bilan utashi Flash bayrog'ini ham o'zgartirgan, nikini ham o'zgartirgan. Problema yo'q, sendan bir tiyin pul olmayman degan. Itakda shunaqani o'zgartirdi. 3 kuncha meni nikim bilan meni bayrog'imni o'ynadi. Keyin o'tashi shunaqani aylanyapti. Bu Flash bu sezon hammamiz bilamiz, u reytingga o'ynamadi, boshqa qildi. U dam oldi ya'ni. Va men bunga yozdim. U короче men Toshkentga ketyapman ishim bilan. Seni vaqting qanaqa? Sen meni o'tashi u profilimda kirib turib o'ynab turishga deb yozdim. Men Flashga. Yozsam meni vaqtim bor, u bemalol. To'liq senga yordam beraman dedi. Chunki men Flash bilan zo'rman. Hammamiz lekin o'tash shu natsistlik qilmoqdamiz. Bu yog'ida, bu yog'ida vatanini sotdi, downla. U vatanini sotdi degan narsa nima o'zi aslida bilshasan, oddiy o'yin bu. Chatda bayroqni o'zgartirdi, nikini o'zgartirdi degan bayroqni sotdi, ketdi degan emas. Kimdirlar o'tashi Turkiya bayrog'ida o'ynaydi, kimdirlar o'tashi Turkiya nikida o'ynaydi, kimdirlar o'tashi Rossiya nikida o'ynaydi. Nima u shular ham hattoki davlatini sotgan bo'ladi, o'tashi millatini sotgan bo'ladimi shunda? Sabr o'tashi aql farosatinglarni ishlata bilsanglar juda yaxshi bo'ladi. Ikkinchi masala, keyin meni orqamdan ayrim bir o'tashi negativlar, O'zbekiston uchun unaqa edi, O'zbekiston uchun bunaqa edi, tudaydi, sudaydi. Men sizlarga o'tash narsani ham fakt bilan keltirib beraman. Короче, men haqimda video chiqaribdi.
Men xafa bo'ldim, bu o'zbek u yog'ida, bu yog'ida. Lekin noto'g'ri ish qildi, u nikini sotdi, bayrog'ini sotdi. Allohga shukr aytaman, pulim yetarli. Tagda u Mamatdan men bir tiyin pul ham olmaganman. Tagda men o'tash Mamatga bir tiyin pul ham bermaganman. Birinchi o'ptirib sizlarga men bitta videoni ko'rsatmoqchiman. Ya'ni eng so'nggi streamimda imенно to'fa o'tash elementlar bilan tushganimizda, bitta kartaga tushganimizda umuman bilmaganman. Samolyot oxiriga tushganmiz va samolyot oxirida o'tash AFK ko'rmasdan ketib o'rganimda bitta sherigimni esa sohilda shartda otib yuborgan. O'tash otib yuborgandan so'ng to'g'ri meni betimga o'ynashni boshlagan. Undan keyingi to'liqonli o'tash videoda men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu narsani juda ham ko'pchiligimiz ko'rganmiz, ko'rmaganmiz, lekin o'tash ko'rmagan insonlarga men bu narsani ko'rsatib o'taman. Endi akalar, ukalar, men bu narsani tomosha qilasizlar. Hozir sizlarga qo'yibman. Qanday odamlar 200damachilik? Qanday odamlar 200damachilik? Men tushunmayman-chi. Оружие нормальное, атаки, млаю, Похуй, элемент. Тигрюшка. Похуй, ну Mashinasiga chiqyapti. Chiqing, ketdik. Gaz. Bitta naryoqda, yo'l naryoqda bittasi. Narg'i bitta, narg'i bitta. Sizlarga men iminni zugi bilan qo'yib beraman bu narsani. Xo'p. Hozir men sizlarga bu narsani zugini yoqaman. Endi sizlar imенно bu odamning reaksiyasini, bu odamning so'kayotgan gapini, o'tash gapirayotgan gapini to'liqonli eshitamizda, keyin o'zingizlar bitta xulosa qilib turib chiqarib olasizlar. Eshitamiz. Атаки, млаю, Похуй, элемент. Тигрюшка. Pokkoy, nok beraylik. Mashinasiga chiqyapti. Chiqing, ketdik. Gaz. Bitta naryoqda, yo'l naryoqda bittasi. Narg'i bitta, narg'i bitta. Ketyapti bular. Eshitdinglar? Chiqing bu gandon. Seriga qaytdi. Tashlash kerak. Bu korotcha akalar, ukalar. Odamiga ham element. Bu korotcha akalar, ukalar, o'tash mashinadagi menman. Qaranglar. Onning joni yo'q. Musurlar jallab. Eshitamiz undan keyin gapini. Keyingi marta biz bilan tushishda o'ylab tushishlaring. Mana ochko ko'p endi. Deb bosma keyingi marta. Og'zingga shunaqa beraman. Komandada bitta element qolganda, bitta Sardorni o'zi o'ynayotganda tushishni bilasanlar, harrom ular jallab. Men Imino so'kayotgani meni so'kayapti. Ya'ni o'tashi nikim O'zbekiston. Keyin undan tashqari o'tash bayrog'imiz O'zbekiston. Endi esa bundan keyin gapini eshitinglar. tushaman, og'zingga olasan shunaqa. Ularni shuni og'ziga berib tashish kerak. Element cho'chimasdan, qo'lingizdagi orujani ko'tiga tiqish kerak. Qanaqa oruja bo'lsa ham. Bu orujam yo'q. Lut yaxshi emas deb o'tirmaslik kerak. Buni tap ushlagan joyida berib tashish kerak. Оружие Ko'rdik endi. Endi bu toycha men haqimda bugun o'tash Instagram platformasiga, ya'ni o'tash video joylabdi. Bu videoni ko'rib turib ahuyet dedim men. Nega unaqa dedim? Hozir sizlarga men ko'rsatib o'taman. Ne qilib bu odam unaqangi o'zgaruvchan bo'lishi mumkin? Bir xil bo'lishi kerak-da inson. Assalomu alaykum og'alar, Hozir. qadrli kuzatuvchilar.
Sizlarga men ne qilib kesib beray. Короче, bu videoda utash Instagram platformasiga qo'ygan. Ya'ni meni nikim utash o'zgarganini. Sizlardayam pul ko'payib ketdi. To'ppa to'g'ri jigar. Endi jigar meni tomosha qiling. O'quvchilar, hozir sizlarga Nima bitta bo'lganini narsani hamma ko'rsataman, ko'rgan, faqat streamda to'g'ri kerak emas, tushuninglar, ko'rishga kim qidir. qanaqa tushunib olishi o'ziga bog'liq. Xo'p, hozir nimani ko'rsatmoqchiman sizlarga? Xullas, reytingga kiramiz. Reyting Ultimate reytingda top 1damiz, xudoga shukr, ko'rib turibsizlar. Bu 3 sezondan beri top 1da turibmiz. 2 sezon top 1da ushlab qoldik. 3-sezon ham shuni harakatidamiz. Top 5dagi akkaunt bo'lsa, Iran nick bilan Iran flagi qo'yilib qoldi. Bu o'sha ko'pchilik mana shu isqirtni gapiga kirib bizga haterlik qiladigan bir Iban streamerimiz bor. O'shaning akkaunti o'zi bilganlar bilib bo'ldi kimnikiligini. Bu narsa nafaqat menga, men rank up qilganimligim uchun mana niklari, flaglari o'zgarib ketgani realni yoqmadi, chunki bu rank upchilarda shaniga, bo'yna qilayotgan mehnatiga dog' tushiradi-da. O'zlari o'zbeklar o'zlari rank ko'tarmas ekan, eronlikka, turklarga ko'tartirar ekan degan xayol bo'ladi. Boshqa davlatdagi rank kuzatadigan insonlarning nazarida shunaqa xayol bo'ladi. Bizga praktika bor, 20 tadan ziyod mana o'zbeklar o'zlari 20 soatlab o'ynaydi, 24 soatlab o'ynaman, top 3da turishib ketmagan. Qancha rank apchilarni nomiga dog' tushiryapti-da bu isqir. Apchkalarim deyman-ku, o'sha odamlar tomosha qiladigan, o'sha odamlar paddishka qiladigan odamning akkaunti eronlik isqirtga bergan, teparoqda turish uchun eronlik ko'tini qo'pol bo'lsa ham yalab, ko'tini yalab bo'lsa ham teparoqda turish uchun akkauntni bergan. Bu niklarini o'zgartirib, flaglarini o'zgartirib oldi. Bu narsa juda ko'pchilikka yoqmadi mana. Nimani populyarnistda ko'rsanglar bo'ladi, Ali Padarkush nimadirlar, sektorda o'g'li Ironni haromlaychasi, yana uzbuni sotgan haromi Mamatning o'g'li emas bo'lib ketgan. Shundan keyin ham mana menga mana shu videoga, sektor teamga shuncha mehnat qilib o'zbeklar nomini tepaga olib turib, top 1da o'zbeklarda degan narsani mana endi reytingda, Ultimate reytingda 3 sezondan beri ushlab turgan komandaga negativ bo'lsanglar, bunday sizlarga hech qanaqa gapim yo'q. Sizlar xudo urib ketgan, sha'ni g'ururi. Bu utash xudoni ham taniydi. Bu tomosha qilinglar. Utashi Svitoydan so'kadigan, hamda utashi dadadan so'kadigan. Undan keyin gapini tomosha qilinglar. Or-nomusi yo'q insonlar men uchun. Unaqa insonlarning gapi ham emas. Ko'zni ochinglar, to'g'ri auditoriyani tanlanglar, to'g'ri insonni kuzatinglar. Har xil g'alati suda gaplarga ishonmanglar. Bu reyting. Ko'ting chidasa o'yna, ko'ting chidamasa o'ynama deyman-ku. O'zbeklar so'kib videolar chiqargan isqirtlar mana shu eronliklar bo'ladi. Mana shu isqirtlarga akkauntini berib, hazor qildi hamma tomonda, sharmanda qildi. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlar nimaga chiqibsizlar degan savollarga mana javob. Shunaqa ko'p haromxo'r o'zbeklar ko'tini kavlaydigan isqirtligini bilganimiz uchun ular bilan O'zi aslida bu yerda kimni ko'tini kavlayapti? Kim orqasidan hayb qilyapti? Kim uchun qanaqangi kontent qilyapti? Men utashi bayrog'imni alishtiramanmi yoki nikimni alishtiramanmi? Men tushunmayman-chi. O'zi aslida nima bo'lgan deb so'rab bilish kerak. Men vaqtida utashi fleshga men sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Men utashi vaqtida utashi fleshga Assalomu alaykum o'g'il. Men imini nikimni qo'ygan paytda hech kim men kelib turib Ali utash fleshda profiliga nikini qo'yibdi, utash bayrog'imizni qo'yibdi degan fikr bo'lmagan. Yalinibdi Ali boshqa qilibdi, top 1 chiqib olibdi, bo'lmasam chiqolmardi. Boshqa gaplar. Ligini bilganimiz uchun ular bilan chiqishmaymiz. Aslida O'zbekistonda nomini top 1da ushlab turgan bu sektor team bo'ladi. Publikda ham bizdan keyin hech kim maksimal test qilib top 1da turgani yo'q. Biz turganmiz, Ultimate'da ham 3-sezon mana top 1damiz, xudoga shukr. Va bundan keyin ham nasib qilsa faqat top 1da O'zbekiston flagasini ushlab turishga harakat qilamiz. O'g'illar, sizlardan paddishga biz bosaveramiz, gazini bosaveramiz. Hammaga rahmat bo'lmasam o'g'illar,
videoni ko'rib o'zinglarga tegishli fikr mulohaza chiqarib olinglar. Hammanglar katta odamsizlar. Xo'sh, endi men sizlarga bu narsani boshdan tushuntirib o'taman. O'zi aslida sektori bo'ladimi, to'foni bo'ladimi, baroni bo'ladimi, nima bo'lib chiqqan? O'tashi ichimizdagi endi bularni tilida o'tash konflikt nima asosida bo'lgan? Bu narsalarni ham sizlarga men fakti bilan keltiraman. Ancha sezon oldin o'tash klassika reytingda men imенно reyting ko'tarayotgan paytimda mana shu Jasur ukam, ya'ni Semurgan bor edi, hamda o'tash kattada men ham bor edim. Undan tashqari o'tash akobir, ya'ni o'tash men brachkalarim bor edi. Bizlarga imенно o'zbek bo'lib turib, bizlarni minusga tiqish uchun o'tash burunga tushishni boshlashgan bu bolalar. Men bu bolani tanimasdim. Birinchi o'chirda men bu bolani tanimasdim. Bu sektor esa kuni kecha men bilan birga yonimda o'ynab yurgan bola bo'lgan. Ali, u короче qanaqangi kontent qilsam bo'ladi degan paytda u reyting ko'tar deganman. Ha, reyting ko'tarsang, o'tashni sekin-sekin, o'tash aktivin ko'tarilib ketaveradi deganman. O'sha paytda u sektor o'tash Amerika serverida reyting ko'tarishni boshlagan, o'tash Amerika serverida reyting ko'tarayotgan bir paytda men komandamga qo'shib yurgan bo'lganman bu bola. Men sizlarga ko'rsatib o'taman deganimdek, bitta video ko'rsataman yana. Bu bolalar menga o'tash boshdan o'tash konflikt deb turib, o'zlarida tilida o'sha shartta konflikt turib yasab olgan bolalar. Adam bunaqangi o'zlarining tilida men bilan konflikt qilib turib chiqarib olgan, men sizlarga bu narsani fakti bilan, isboti bilan shartta o'rtaga tashlab beraman. Biz o'sha klassikda reytingni ko'tarsak, bu bolalar u yerda imенно baron bo'lgan, to'fon bo'lgan, ikkiga undan tashqari tanimaydigan insonim bo'lgan. Menimcha bu narsani ham men sizlarga ko'rsatib o'taman. Imенно meni yopgan, ikki o'tash meni yopganini video qilgan. O, короче, o'tash maqtanish sifatida o'tash video qilgan. Hozir men sizlarga o'sha videoda to'liqonlik ko'rsatib o'taman. Faqatgina birozgina vaqtingizni olaman, hammadan uzrimni so'rab o'taman. Birozgina vaqtingizni olaman. Topdim ham akalar. Imенно bizlar o'tash reytingga o'ynagan paytimizda bu bola bizlarga u ruyiga tushishni boshlagan. Mana bu kartadan boshlab. Xo'p. Endi moni ko'taramiz, moni kuchaytiramiz biroz. Moni yana ham ko'tarsak mana. Xullas, bu sezonni juda ham ko'pchiligimiz taniymizmi, tanimaymizmi, endi bilmayman. Sizlarga men bu narsani boshidan ko'rsatib o'tmoqchiman. O'zi aslida bularda ichida nima bo'lgan degan savollarga shu yerda o'zida men javob beraman. Endi bu narsani tomosha qilinglar. Bitta kartaga tushgan men bilan, imенно men bu bolalarni tanimayman, bu bolalarning ichidan bitta baronni taniyman, ya'ni o'ta Sardorni taniyman. Endi sizlar ko'rishlar mumkin bu narsani. Uzulgu olmuş kılıp. Hasta otelaçı. Mana bilan bo'ldi. Menga. Mana. O'zi aslida bu bolani men tanimayman, bilmayman. Bu akkauntda men bo'lganman. Imini bu akkaunt men bo'lganman. Bu bolalar meni imini minusga tiqaman deb tushgan. O'zidan o'zi o'tash konflikt yasab olgan. Mendan ancha past insonlar. Ya'ni men bu gapim bilan aytmoqchiman, mana shu YouTube platformasida Allohga shukr aytaman, 700 mingta podpisчигim bo'ladigan bo'lsa, bu bolalarni podpisчиги 30 mingta, 40 mingta, 50 mingta. Men hech kimga hype qilmoqchi emasman. Menga Itagda hype ham kerak emas o'zi aslida. Bu narsani juda ham ko'pchiligimiz bilamiz. Faqatgina bu insonlarning maqsadi birinchi o'rindan hype. Ha, o'tash Ali bilan tushdimi, gol urishimiz kerak, gol yopishimiz kerak. Shartta urishimiz kerak. Imini mana shu yerda baron, to'fon, yana undan tashqari odamlari. U tomosha qilinglar.
U faqat iltimos danat qilmay turinglar. Rahmat kattakan. U faqat danat qilmay turinglar. Men sizlarga yana ko'rsatib o'taman, undan tashqari o'tasi Bumblebee degan ukaman bo'lgan o paytida o'tash Bumblebee yopgani, ikkiga undan tashqari har xil kontentlar qilgan, uni yopgani yoki o'tash Firdavsda yopgani, hammasini bu bolalar, короче, o'tash kontent qilaman, bitta hype qilaman, o'tash yo'lda davom etaman deyishgan. Bu bolalarni men umuman tanimasdim, bilmasdim. O tanimagan holatimda, bilmagan holatimda bu bolalar menga hype qilib, har qanaqasiga hype qilish maqsadida bu narsa. To'g'ri akalar, meni nikim O'zbekiston. Meni nikim O'zbekiston bayroq. O'zbekiston bayroq, O'zbekiston nikim. Lekin bu bolalar imенно bizlar klassik reytingda o'ynaganimizda uje o'yinga tushgan, o'zi o'tash konflikt bu bilan. Men bu bilan konfliktdaman, men bu bilan konflikt qilmoqdaman deb turib yurishgan. Yo'q. Bu bolalar o'zi aslida shunaqa qilib turib, o'zlari men bu bilan konfliktim bor uje deb chiqarib olishgan. Men bularni birontasini so'kmaganman. Lekin yana sizlarga bir narsani ko'rsatib o'taman. Sardor, ya'ni Baron, Baron bilan men Telegramda o paytida Barona meni akkauntimda, shaxsiy bo'lgan o'z akkauntimda reyting ko'targan. Bu narsani bilgan biladi, bilmagan esa bu narsani ko'rib o'tishingizni so'rab qolaman. Hozir. Xo'sh, men sizlarga endi Telegramda Sardor Jon bilan o'tash yozishgan gapimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu Sardor bilan yozishgan gapim. Endi o'sha paytdagi men imенно o'tash reytingda o ko'tarayotgan paytim. Imенно men reytingni ko'tarayotgan paytimda 26-sentyabr kuni Sardor deganman, 1dan 6 minut o'tganda. Keyin undan tashqari yozganman. Ne menga nisbatan unaqa ko'tlik qilyapsiz. Imенно o'ziz u boshchiligingizda sabab deganman. Bu ishingizni erta kunda o'ylab qilyapsizmi deganman. Keyin mana bu yerda xo'sh, men ham zavga ko'taryapman, to'xtamasdan o'ynayman. Dariga qarab bosgan joyim yo'q lekin. Kecha men u akkauntimni короче o'tash onlayn ko'rganim yo'q. Bizlarga o'yinga tushishga sabab meni akkauntimda u Sardor o'tash rang ko'tarayotgan akkaunt Druziyamda bor bo'lgan. Bor bo'lgan bir paytda meni akkauntimni ko'rib turib bosgan, ya'ni o'tashi birga tushaman deb turib. Degan Sardor yosh bola emasman. Men sizga deb turib uni yozganman. Keyin men chiqishim bilan Liviga o'ynashga boshlagansizlar. Sizda rang ko'tarishingizga, Livik o'ynashingizga prekrasa, Livik o'ynamasligingizga prekrasa bilaman. Sardor ham Livik karta o'ynamaydi. Ya'ni o'tashi Lapar u Baron ham Livik kartasini o'ynamaydi. Keyin imенно streamingizni ko'rib o'zim aytayapman, rus streamer bilan birga tushishimiz kerak deb imенно meni shu joyda aytgansiz. O'zingiz ham bilib turibsiz. Mendan ko'tlik bo'lsa ko'tara olmaysiz deganman. Mendan sizga nisbatan ko'tlik bo'lsa ko'tara olmaysiz deganman. Keyin короче tashib men Telegram kanalimga men stream to'xtataman, u yoq bu yoq deb tashaganman. Keyin tinchlikmi deb turib, как будто 3-oktyabr kuni ustimdan o'tash izdivasiya qilib, kulib, o'sha maylar bilan tashagan. Keyin u Sardor shartda meni yopganini esa video qilgan, o'zining kanaliga joylagan asosiga men shartda o'tash avtoriskini urib yuborganman. Ya'ni mana shu YouTube'da kimdir o'zingizlarda shaxsiy bo'lgan videolar, sizlar o'tash YouTube'da u faoliyat olib borsanglar, u narsaga o'zingizlar shaxsiy narsalar, shartda avtoriskini urib yuborasizlar u kanalga. O'tash avtoriskini urib yuborganman. Keyin men Sardor chaqirganimda, men imенно Sardor chaqirganimda juda ham chiroyli gaplashganman. Men u narsani sizlarga отдельно qilib turib ko'rsataman.
bitta odam bu narsani mana shu YouTube platformasiga joylagan ekan. Men sizlarga bu narsani отдельно qilib ko'rsataman. Xo'p. Buni bunday qilib joylasam, shu yoqqa deylik, bunday qilib, mana. Men короче Sardorni o'tash podborga chaqirganman. Sardorni podborga chaqirib turib, men gapirganman. Imенно Sardorga. Ya'ni o'tashi u baronga gapirganman-da. O'tashi o'sha yerda o'zlaridan menga nisbatan konflikt uje bun bilan, bu konflikt uje bun bilan deb turib o'zlariga o'zlari konflikt chiqarib olgan bolalarni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Endi tomosha qilinglar. Men bu videoni asl yuzi, asl basharasi ko'rib olamiz akalar. Hop. Men bu yerdan ovozni yoqib qo'ysam, menimcha ovoz kelsa kerak. Bu yerga mana o'tashi bu baron kirib kelyapti, ko'ringlar. Mikrofon qo'shing aka. Mikrofon o'chiq. Mikrofon yo'q sizlarda estichu. Sardor. Hop. Ha bu streamda u fon o'tashi ovozga berib o'rganman deb turib gapirib o'tiribsan, uka. Qan topincha og'ziga berib yuboribman degan gapni. Elimdan chiqayotgan gapni gapiryapman men, uka. Aha. Bu короче u Sardor, ya'ni men shaxsiy bo'lgan o'z akkauntimda o'tashi o'ynab yurgan bir paytda, men bu bolaga podдержка bergan bir paytimda menga nisbatan qilayotgan ishi bu bolani. Gapirdim, ha. Eshitlayapman. O'tash narsani u ko'rsatib beringchi degandan keyin, ha, gapirdi meni deyapti. Ya buni deb gapirishingga. Mana siz onadan so'kishingizga sabab nima ekan? Seni so'kmayapman-ku, uka. Sardor deb turib so'kyapmanmi? Qo'l urishyapti, bolalarim seni dabit qo'yaryapman men. To'g'rimi, noto'g'rimi? Dabit qo'raman deb emas, prosta qarab berib otgansiz o'sha paytda. Sardor uka, fikrlashingni keyin qilgan uka. Nima unaqa tor fikrlaysan menga nisbatan uka? Nimasi tor uni, nimasi tor? Polni so'kinib yurganlaring, nimasi tor fikr? Seni so'kinmayapman, sherigingni so'kinyapman uka. O'sha sherikni otini aytib so'kyapsiz o'sha payt. Sardor, sen meni imini ko'rganmisan, u kadrda men seni so'kinganim uka? Imini seni so'kinganim ko'rganmisan uka? U telegramingga ham yozma, Sardor u tishlayman, ana u meni bolalarim o'ynayapsan. Streami yo'q ekan deb. So'kinmaysiz, keyin So'kinmaganman u senga. Nima bo'ladi? Hech qanaqa foydasi yo'q, bu yoqda 3 ta Yo'q, qada. Yo keltirib ber o'sha 3 ta harfni. Qada qildim senga nisbatan 3 ta harfni ishini. Keltirib beraymi? Keltirib ber. Keltir hozir. Bo'ldi. Qarab turman, siz yozib Telegramni topib olaydi. Nima dedi? U короче bu telegramimga o'tashi, u kanaliga jalba tashlaganimni menga tashlaydi. Undan oldin menga esa o'tashi ruinga, ya'ni meni minusga tiqishga bu bola o'ynab bo'lyapti bu bir paytda. Yana eshitinglar gapini. Juda ham chiroyli, прекрасно gapirganman bu bolaga. Senga yozdim o'zim. Bo'ldi, hozir tashlayapman. Topib olaydi. Yo, sherigim bilan-da men alaqam. Men tushunmayman. Sen prosta aralashyapsan-ku biz ishga. Mana shu narsani bitta ko'ringchi. Ha, tashladim sizni. Yo, sababi bormi bu berishimi? Bu короче akalar, bu o'ta sababi bormi deganim, ostida ko'rsatib o'taman. Ya'ni menga 31-oktyabr kuni men senga o'tash yozdim. U deganim soat 2:30 da bo'lgan. Keyin Sardor esa o'tashi jalbani menga tashlagan. Keyin men bunga gapirganman, sababi bormi deb. Eshitinglar buni. Yo, keltirib beraymi meni berishimi?
Ben stream o'ynab o'tirib, poni men stream sniperlik qilding. Keyin o'tash bolalarimga stream sniperlik qilyapsan. Mumkin daxo'ya zaddesh. Ha, Druziyada. Sardor Druziyada bor eding ekan, jon uka. U noto'g'ri bo'lsa gapirgin uka. Tushdim bo'ldi. Uka, Ko'chada bor odam birga tushdim, to'g'rimi? uka bu narsa nima degan narsa uka? Eng ko'p dedi, oliy cho'qqisi emasmi menga nisbatan uka? Senga yozdimmi o'zim? Sardor ishlaydimi uka dedim. O'sha karta sizlar bilan tushib, o'sha yopib yuborgan kartamdan. Ketma ket. Shu oldin tushib qolganimizda nima bo'lgan u yerda? Keltir o'sha narsa, nima bo'lgan uka? Ponni so'kib qo'l urgansiz lekin. Ha, seni so'kkanmanmi men? Yo, hozir. Sen aralashmagan aka hozir. Ha, Telegramingga men nima deb turib yozganman, Sardor senga uka? Nima deb yozibsiz? Ha, Sardor nega menga nisbatan unaqa ko'tlik qilyapsiz? Imенно sizni boshchiligingizda sabab deb yozganman. Keyin bu ishlaringizni erta kuni o'ylab qilyapsizmi dedim. Keyin o'tash video tashlayapman. Videoda orqasida esa mana zavi ko'taryapman. To'xtamasdan dariga qarab bosgan joyim yo'q lekin deyapsan. Ha, lekin hozir sizlar bilan birga tushdim deyapsan. Ha, ketma-ket meni akkauntim bilan tushyapsan-ku jonga. O'sha payt men Druziyaga qarab bosgan joyim yo'q edi. O'sha payt so'kib qo'l urgansizlar. Hozir gapiryapsan. O'taganman. Keyin yopganman o'sha payt. Hozir oldi gapirding-ku. Ha, tushdim Druziyaga qarab deding. Hozir gapirding-ku. Da, undan oldin ham tushdim. Hozir endi yo'q. O'sha payt Yo'q. Gapi ikki xilligini ko'ryapsizlarmi? Gap ikki xilligini. Yo'q, Sardor hozir senchi uka, vobshe ikki xil gapiryapsan uka. Senga nisbatan uka yo'q. Seni men Abdushu deb turib tash ukam deb bilganman deganman. Sen deganman utash bundan keyin utash u bo'lib qol deganman. Men kim bilandir urushsam, sen o'sha narsaga aralashma deganman uka. Kim bilan urushsam ham. Sen temada yo'qsan chiqirib. Biriga. U to'pon temasiga ham yo'qsan sen. U sektorda temasiga ham yo'qsan. Даже mana u TikTok u yaboz temasida ham yo'qsan uka sen. Nimaga sen menga aralashyapsan uka sen? Imini sen meni so'kinib o'tiribsan uka. Sen birinchi ko'tlik qilyapsan menga nisbatan uka. U qarochi akalar ukalar tugadi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, birinchi o'chirda ko'rsatmoqchi bo'lganim. To'pon meni yolvorib turib, Svitoy hamda o'tasi dadam rahmanlikdan so'kiyapti, katta ketyapti. To'g'ri. Bir marta meni yopar, ikki marta meni yopar, uch marta meni yopar. To'g'rimi? To'g'rimi, noto'g'rimi akalar? Men ham yopilaman kimgadir, men ham o'laman kimgadir. Kerak bo'lsa bir kedali odamlar meni o'ldirib ketadi. Bir kedali odamlar. Streamini tomosha qilinglar, kimdir o'lib ketsa, "Hey onangni, hey otangni, habbiyni." Yaqin tesba bo'ladi bu yerda. O'tashdan turib so'kishadi. Katta o'zbek o'ldirib ketadimi, yoki tojik o'ldirib ketadimi, yoki qirg'iz o'ldirib ketadimi, yoki rus o'ldirib ketadimi? Neni deb turib so'kinishni bilishyapti bu bolalar. O'zi aslida bu bolalar men qo'limni uchini tekkizmaganman. Na sektorga ham qo'limni uchini tekkizmaganman. Na o'tash baroniga ham qo'limni uchini tekkizmaganman. To'fanga ham qo'limni uchini tekkizmaganman. Bularda hammasi birinchi bo'lib turib boshlagan bu yerda sektor bo'lgan. Aka sektor bilan nima bo'lgan desanglar, jigarlar, sektor birinchi bo'lib turib meni komandamda o'ynaydigan odam bo'lgan. U как будто o'tashi Bumble komandamdan chiqib ketgani, o'tashinga o'xshagan meni komandamda o'ynaydigan o'yinchim bo'lgan. O'tir desam o'tirgan, tur desam turgan. Buni ham fakti bilan keltirib qo'yaylik desanglar, bu narsani ham fakti bilan keltirishga aqlim yetadi. Ertagida kechasi 3 o'lami, 4 o'lami, o'tashi sektor Stripog'li Ali qanaqa maslahat beradi? YouTube yurmayapti. U to'g'ri maslahat bering. Siz bilasiz, mashina ichidasiz degan. Men hamma yoqda o'sha o'tashi patidolar bilan o'rgatib qo'yganman bu bolaga. Yo'q. Hech bir inson yaxshilikni bilmaydi bu dunyoda. Yaxshilikni biladigan insonlar faqatgina o'zingizlarning oila a'zolaringlar. Hech qachon shu gapni unutmanglar. O'zingizlarning o'tashi tug'ishgan aka-ukalar. O'zingizlarning yaxshiliginglarni biladigan. Lekin orqangizlardan ko'tlik qilmaydigan o'zingizlarning oila a'zolaringlar bo'lar ekan. Bu narsani esa vaqt davomida bilyapman. Kimlargadir qo'limni rosa cho'zdim. Bu yaxshi bo'lsin, bu zo'r bo'lsin, bu zo'r bo'lsin deb rosa harakat qildim. Lekin oxirida bulardan men nima oldim? Men oxirida bulardan oddiygina komandamdan chiqib ketib, отдельный bo'lib ketishdi oldim. Intagda o'tasi o'sha shartda meni orqamda so'kinib turib, hayb qilishlikni oldim.
Hech birini men so'kinmadim, boshqa qilmadim, qattiq gapirmadim. Endi u qattiq gapirsam, bittasi bambilni so'kkandirman. Yoki bittasi semurni so'karman. Yoki bittasi akobirni so'karman. Lekin shu paytgacha meni komandamda o'ynagan bittasi o'yinchilar meni komandamdan chiqqandan keyin ham o'yini yaxshi bo'lib ketgan. Bittasi pon bittasi o'ynash yaxshi bo'lib ketgan. Men hech bir insonga bittasi, sen mana shu ishga kirib turib yomon bo'l demaganman. Shu narsani unutib qo'ydinglar sizlar. Hamma unutib qo'ydi. Shuncha yildan beri PUBG o'ynasam, O'zbekistonnikida yursam, kim menga rahmat aytdi? Kim menga nima qildi? Men shu o'zimda podpischalarimdan boshqa hech kim. Faqatgina so'kinishni bilasizlar. Men sizlardan o'qib qo'ysam, ha O'zbekiston buyuni deysizlar. Men sizlardan o'qib qo'ysam, ha O'zbekiston o'yin deysizlar. To'g'rimi? Shartnikimni o'zgartirib olsam, nimaga o'zgartirdi? Bu tash uchun deysizlar. Kuni kecha Eron imini o'zini plagaga qo'yganiga sabab men yana sizlarga qaytarib o'tyapman. Men oldin sizlarga ko'rsatib o'taman. 2 sezon avval meni nikim bilan, meni bayrog'imni o'z akkauntiga qo'ygan. Bir og'iz gapim bilan. Bir og'iz gapim bilan. Eron o'zini akkauntiga qo'ygandan keyin vaqt aylanyapti. Chaqpalay aynyapti. Bu mendan so'rayapti. Qarochi meni bayrog'imni qo'ysang bo'ladimi deyapti. Sen meni bayrog'imni qo'ygansan, bir og'iz gapim bilan dedim. Qo'ysang bo'ladi. 2 kun yoki 3 kun. Men uchun nikim aziz. Bu nikimni qaysidir akkauntga saqlanib qilib qo'ying. Kimdir bu nikimni olmasin dedim. Bu nikimga qaytaman dedim. 2-3 kunlik narsaga hammani to'p-to'polon qilib yordinglar. Imini men bu reytingga uxlamasdan 10 soat, 15 soat bo'lsa ham o'ynab chiqayotgan Ali bo'ladi. Yoki utas Semurg bo'ladi. Yoki utas Akobir, ya'ni utas Abrorov bo'ladi. Uyqularimizdan kechib o'ynayotgan. Top 5 gacha o'zimizni mehnatimiz bilan chiqdik. Yoki utas Eronlik bilan sezonni boshdan bo'lib turib, birga bo'lgan holatda o'ynamadim. Faqatgina Toshkentga ishim sababli 3 kunga ketdim. 3 kunlik akkauntimda zo'r rezultat qilib chiqib ketdi. Va o'zimni bayrog'imga qaytdim. O'zimni nikimni qo'ydim. Kim nima qarshilik qiladi? Bu akkauntga nima sizlar? 1 so'm pul qo'shdinglarmi? Nima bo'ldi bu yerda? Yoki sizlar menga podarka qildinglarmi? Yoki shuncha yil men nikimda yurdim, O'zbekiston nikimda. Kerak bo'lsa rosa ko'pchilik gapirdi. Ali Pabik O'zbekiston nikimiga umuman loyiq, utashi nikiga, utashi to'pan sektorlar loyiq. Sektor ham nomer 1. Sektor qani? Sektor qayerda o'ynayapti? Sektor o'ynamaydi o'zi aslida. Sektor umuman o'ynamaydi. Sektor o'ynasa kamanda minusga. Imini sektor u akkaunt rank ko'tarsa kamanda minusga. Imini element, to'pan, baron bitta akkauntga ko'tarishyapti. Gap so'z yo'q, zo'r o'ynashyapti. Ajoyib o'ynashyapti. Top 2 da u bolalar. Lekin bu yerda sektor nomi yo'q. Sektorda nomini ushlab turadigan faqat 3 ovi bo'lyapti xolos. Sektor o'z akkauntida o'ynab turib 10 soat, 15 soat sab o'ynasdan komandasini enasidan olib, buyukdan olib so'kadi. Men bu gapimga откровенно javob beraman. Javob beraman. Yo'q. Haqiqatan to'pan, element, baron o'ynamoqda. Kunduzini kunduz, ertalabni ertalab, kechni kech. Men esa soat 6 dan beri mana sezon xolos. Hamma ishimni yig'ishtirdim. Hamma ishimni yig'ishtirgan holatda o'ynashni boshladim. Soat 6 da Jasur sherigim yo'q aka dedi. Hamma ishimdan kechdim. Soat 6 dan ertalab 6 gacha o'ynadim. Hozir ham o'ynamoqdaman. Komandamdan kimdir bilan o'ynamasam, komandasi ketdi yuz o'girib. Yo'q. Meni yonimda qolgan 2 kishi bo'ldi xolos. Temur bilan Akobir, ya'ni utash Abrorov, boshqa hech kim. Endi yonimda shu yaqin oradan beri o'ynab kelayotgan o'yinchilarim bo'lishi mumkin. Eskisidan beri men bilan qadrdon bo'lib, men bilan zo'r o'ynab kelayotganlar 2 kishi. Temur bilan Abrorov bo'ladi. Boshqa hammasi bizga nisbatan